Oddiy misol. Shunda o'tib ketasiz, ko'chada $100 turibdi, yotibdi ertamanda. Qanday bo'ladi holingiz? Nima qilasiz birinchi ishingiz, bilasizmi? U yerga qaraysiz. Podstava olmasmi, u yerga qaraysiz. Xo'p, olmay o'tib ketdingiz. Faraz qiling, qiylanasizmi yo'qmi? Nazaringizda $100 ga qancha ishingiz bitardi? Svetni to'lab oladingiz. Tovuq yemalardingiz, qo'y yemalardingiz. Xo'p, o'tib ketdingiz. Qiylanyapsizmi? Demak, tushuncha hali johillik. Sizni shart o'tib ketganligingiz sizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini dalili emas. Olmasdan o'tib ketganligingizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini belgisi emas, iymoningizni quvvatli ekanligini belgisi emas. O'tib ketsangiz ham quvvatsizmi? O'tib ketsangiz ham quvvatsiz. Agar o'tib ketib siqilayotgan bo'lsangiz